Biz narxlarni portlatishda davom etamiz. Bizga iPhone 11 LLA kelgan. Batareya yomkislari 96, holatlari A holatda deydi. Buni narxini $235 qilib berishga tayyormiz. Ulgurib olinglar. Bundan 2 dona qolgan xolos. Chiroyli svetlarida O'zbekiston bo'ylab dastavkalari mutlaqo tekin. Bunaqa narxdan xudo xolasa hech qaysi magazin qilib bera olmaydi. Xo'p, S3 bu iPhone 13 Pro bilan raqobat qiladigan telefon. Buni holatlari B+ holatda yaxshi. Buni narxini $170 qilib beramiz. S22 trading asosida olib qolingan. Buni ham holatlari zo'r holatda. Buni narxini $245 qilib beramiz. Xo'p, A holatda esa bor. Buni esa $270 qilib beramiz. Xo'p, bizda 13 Pro Max LLA ekosim kartalari imekadan o'tgan, rastamoshga bo'lgan telefon. Xo'p, batareyasi 81, xotirasi 128 talik, tiniq holatda bu. Buni narxini esa $540 qilib beramiz. Narxlarni bugun xudo xolasa portlatamiz. 12 Pro Max 128 talik, 76 yomkis batareyasi, holatlari o'ta ideal, tiniq holatda. Buni narxini esa eshitib turinglar, $410 qilib beramiz. Bugun narxlarni xudo xolasa portlatamiz obunachilarga. Xo'p, koreyskiy 13 Pro Max 256 talik, 128 talik narxida qilib beramiz. Buni esa $565 qilib beramiz. Xo'p, iPhone 11 Pro korobka dokumentlari bor. LLA ekosim kartasi imekadan o'tgan, 71 batareyasi, holati A holatda. Bunaqalari kamdan kam keladi. Buni $300 ham qilib beraylik. $300 qilib berishga tayyormiz. 12 Pro LLA 78 batareya, 2 sim kartalari o'tgan. Buni narxini esa $365 qilib berishga tayyormiz. Xo'p, iPhone 14 Pro 75 yomkisda, holatlari o'ziniki, tiniq holatda, radnoy hamma yo'g'i. Buni ham narxini portlatamiz. $550 qilib beramiz. $550 ga iPhone 13 Pro 13 sotishayotgan bir paytda biz 14 Pro qilib beryapmiz. Xo'p, 15 Pro 128 talik, 92 batareya, holatlari o'ta ideal holatda, a'lo holatda. Buni narxini esa $810 qilib berishga tayyormiz. Xo'p, 14 Pro Max 2 sim kartalari xudo xolasa o'tgan. Buni ham bitta sim karta, bitta sim ketadi. Holatlari tiniq, zo'r holatda. Batareyasi 82, xotirasi 256. Buni $720 qilib berishga tayyormiz. Shoshilinglar do'stlar. Xo'p, 16 Pro Max bu 100 marta zaryad bo'lgan, 100 batareyali, holatlari o'ta ideal holatda. Buni narxini $1060 qilib beramiz. Xo'p, bizda 22 marta zaryad bo'lgan, korobkadagi hamma yo'g'i bor. Buni $1210 qilib beramiz. Yangisidan $150 arzon. Atigi 15 kun ishlagan bo'ladi. 15 Pro Max 256 talik, 90 batareya, holatlari tiniq, rangi ham chiroyli, muz svet deydi buni. Buni esa $920 sotilayotgan bir paytda biz buni $870 qilib berishga tayyormiz. Bizda yangi рабочий xohlagan assortimentda telefonlaring bor. Planshetlar, notebooklar, bolajonlarga planshetlar hamma yo'q bor. Xudo xolasa kimga qanaqa telefon zarur bo'lsa, o'zimizga murojaat qilinglar. Telefonlarimiz juda ko'p. Qolganlarini qanaqa telefon zarur bo'lsa bizga Telegram, Instagram orqali murojaat qilinglar. Telefon qilishlaring ham mumkin. Bizda O'zbekiston bo'ylab mutlaqo dastavkamiz bepul. 12 ta viloyatga yetkazib beramiz. Xo'p, bizda garantiyalarni yozib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib beramiz. Kimga qanaqa telefon zarur bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar.